Hurmatli yo'lovchilar, qani hammaning qo'lida vizitkalar bor, pasportlarga obloshkalar bor, to'g'rimi? Hamma yaxshi keldimi? Avtobusda sog'ib qolmadinglarmi? Shikoyatlar yo'qmi? Shoferlardan, passajirlardan, tozalikdan hamma bergan puliga rozimi? Sog' salomat uylarga sizlar ham yetib olinglar, topganlar to'ylarga bersin, shikoyatlar yo'q bo'lsa kerak-a? Yo'q, shikoyat yo'q. Katta rahmat. Sog' salomat yetib olsanglar bo'ldi. Keyingi bir masala bo'yicha ham bir so'rayinda hammadan. O'tiradigan avtobuslar oldin yurgan, aka bilan so'yza nechilar qadi. Shu o'tiradigan avtobuslarda yana kimdir so'rayapti-da. O'tiradigan ham qo'yinglar, bizlarga ham kerak bo'lyapti. Shunga sizlar nima tavsiya berasizlar? Yo'q, o'tirayotgan bo'lmaydi aka. Shuncha yil o'tirib, zayvanimiz chiqadi. Yotib ketaylik. So'ra. O'tirayotganda bo'lmaydi. Ikki kundan beri qatnaymiz. Oyoqdan oyoq qolmaydi. Shunda hammadan bir so'rab chiqyapti. Hech kimga kerak emas, to'g'ri spalni salon kerak-a? Ha, hammaga. Hozir spalni salonda uzoq yo'lga spokойно uxlab kelasizda, divanda yotganda. Unda o'tirolmaysiz. Oyog'i shib. Bo'ldi. Undan ko'ra boshqa Hammadan spalniga keyin minib ketib qoladi. Hammadan so'raganda shu aka, videoga oldik, buni tepada rahbariyatlar ko'rib chiqishyapti, tekshirishyapti. Sog' salomat manzilga yetib olinglar. Mana shunaqa sharoitga egalarga nima deysizlar endi? Rahmat, hammasiga katta. Sizlarga ham katta rahmat. Sizlar ham topganlar to'ylarga buyursin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh rozi bo'lsin. Sog' salomat yetib olinglar manzilga.